Assalomu alaykum akalarim. Ishxonadagi ishlar bilan sizlarni bir tanishtirib berdim. Hop, 2022-yil 40 ming yurgan Damas'tan yasalgan labo'yimizdan mana shu ishlardan chiqdi mana. Akalarim. Yangi lislardan taqib, peregrodkalarni mana zavodga birga bir qilib, pastda yangi lis, konteyner lis emas akalarim. Konteyner lis bizlar yaxshi profil bilan yaxshi ushlamadi. Mana 4x4 profilda mana pastiga ham, tagiga ham tashab qilingan akalarim. Bu ham 2014-yil, bu 2010-yil. Mana akalarim. Brendlarimizni tushirib, bahoshdi uning. Dugalari ham baquvvatgina 1.8 2 stinkli materialdan qilingan akalarim. Palislari ham zo'r holatda tayyorlangan. Profillari keladigan bo'lsa, oyoqlari ham mustahkam qilib kuchli qilingan. Profillarni ham vertikal tashab, zo'rlab ishlangan. Ramlarning ichlarini gruntovkalab, kraskalab, solidolab, qopqon listlari ham qalingan. Mana tevesdagi listi ham qalin, 1.8 lik bo'ladi. Okalarim. 2014-yil mana ramlarni tashab ko'rgan. Mana ko'rasiz. Zich qilib kuyilgan. Akalarim buni ustidan solidollab, keyin kirishga yopiladi. 2010-yil endi ishlarimiz bo'ladi bunga. O'chirtimiz kelib qoldi. Hop, yana bir labo olib qo'yganmiz. 2017-yil. Yo, labo deyman, Damas olib qo'yganmiz. Bu Damas hali gazon demagan ekan bunga. Akalarim mana. Mana akalarim. Tutdi bo'ladi yangi aka. Bitta zo'r qiziq joti bor ekanda buni. Yili borki, yili. Mana akalarim. 2017 ekan, 202 ming yurgan ekan. Aninga nechi mana meningga. Konditsioner bor ekan akalarim. Bu shunchaki o'rnatib qo'yilgan desam, yo'q. Ishlar ekan. Mana shu konditsionerlikda lak bes bo'lmasa ana bo'ladi akalarim. Shuni labo qilib berish olib qoldi. Zo'r labo chiqadi xolasi bunda. Aka biz mana shu turishdan yuk tashibdilar. Debki, olib keling dedim. Labo qilib beraman dedim. Mana olib keldilar. Xudo xolasa mana labo qilib beramiz. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, do'stlaringizga jo'natib qo'ysangiz, xursand bo'lardik. Mana shunaqa ko'p videolardan chiqarib turardik akalarim. Navbatdagi labolarimiz ham bor. Mana shu bolaga bitta like bosib qo'ying. Akramxon chempionga. Bu hamkasb, bu g'ishkar bola bu. Like bosib unga. Sağ olasın.